Assalomu alaykum. Sifatli ta'lim barqaror rivojlanish maqsadlarining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, inson kapitalini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. SDG 4 sifatli ta'lim barcha uchun inklyuziv, teng va sifatli ta'limni ta'minlash hamda uzluksiz o'qishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Boshlang'ich ta'lim tizimi ushbu maqsadga erishishda muhim bosqich hisoblanadi. Chunki aynan shu davrda asosiy bilimlar, ko'nikmalar va o'rganishga bo'lgan motivatsiya shakllanadi. Termiz iqtisodiyot va servis universitetida faoliyat yurituvchi boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi SDG 4 doirasida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan tizimli yondashuvlarni joriy etmoqda. O'quv dasturlari zamonaviy pedagogik standartlar asosida yangilanib, ta'lim jarayoniga innovatsion metodlar integratsiya qilinmoqda. Talabalar nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlar orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirmoqda. Bu yondashuv ta'lim mazmunining mehnat bozori ehtiyojlariga mosligini ta'minlaydi. SDG 4 doirasida faoliyat o'qitish sifatini baholash shaffofligi va o'quv natijalarini monitoring qilish tamoyillariga asoslanadi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Impact doirasida universitetimizda SDG 4 bo'yicha quyidagi choralar amalga oshirilmoqda. O'quv fanlari va metodik kurslarning muntazam yangilanishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida darslarni tashkil etish, professor o'qituvchilar va talabalar o'rtasida sifatli ta'lim madaniyatini mustahkamlash. Bugungi kunda universitetda 19 ta o'quv binolari mavjud bo'lib, jami 29577 nafar talabalar turli yo'nalishlarda tahsil olmoqdalar. Ayni vaqtda universitetda iqtidorli talabalar strategiyasiga asosan olib borilayotgan sa'y-harakatlar natijasida 2 nafar nomdor, 137 nafar rektor stipendiyasi sohiblari aniqlandi. Sifatli ta'limni qo'llab-quvvatlash maqsadida mutaxassisliklar kengaytirib borilmoqda. Jumladan 2022-yilda bakalavr ta'lim yo'nalishi 19 ta, magistratura mutaxassisliklari 3 ta. 2023-yilda bakalavr ta'lim yo'nalishi 19 ta, magistratura mutaxassisliklari 4 ta. 2024-2025-yillarda bakalavr ta'lim yo'nalishi 24 ta, magistratura mutaxassisliklari 13 tani tashkil etdi. Shu orqali Termiz iqtisodiyot va servis universiteti SDG 4 sifatli ta'lim bo'yicha ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan barqaror amaliyotni joriy etmoqda. Jamiyatda uzoq muddatli ijtimoiy ta'sirlarni shakllantirishga xizmat qilmoqda.